Operatsiyadan oldin eshingiz qanaqa edi? Ish pastida hozir. Pastmi? Past gapirasiz, ish debman. Eshityapsizmi? Birinchi operatsiya qachon bo'lgandi? Birinchi operatsiya ancha bo'lgan. Ancha bo'lgan. Yoshlik. Qulog'ingizga protezni qo'ydim, pardani qo'ydik, eshingizni tekshiramiz, bo'ptimi? Men gapiraman qaytaring. 27, 27, 48, 48, 55, 55, 66, 66, 75, 75, 88, 88, 92, 92, 26, 26, 35, 35, 48, 48, 55. 55. Aka, cho'tki eshityapsiz, nariyoqqa olib kelyapman. Juda zo'r. 4-darajali eshish pastligi edi, esingizda sizda. Xudo xolasa protez ham ishlayapti, infardan ishlayapti. Ha, ketdik endi.